Assalomu alaykum aka. Qachonsiz? Kameraga tayinlayapmiz endi. Hozir biz Farg'ona yo'lida pochtada avtomakon degan klientimiz, ya'ni do'konchimiz. Akamizning oldilariga kelganmiz. Bu yerda endi yil oxiriga tayyorgarlik, assatka bo'ladi, pul yopish, nima kassa bo'ladi, boshqa hamma narsa hal bo'ladigan yil oxirida. Endi o'zingizlar bilasizlar buni. Endi keldi, sal o'tizman eshitib ketinglar klientlar to'g'risida yoki bizning mahsulotga bo'lgan o'zingizlarning fikringlarni, narx jihatdan yoki brak jihatdan yoki garantiya jihatdan keyin o'zingiz Endi garantiyalar bor ekan, shunisi yaxshi. Klientlar so'rayotganda bemalol garantiyasi bor, betoningiz. Masalan, bak chiqib qoldi, tiktinadi, uni ham joyida hal bo'ldi, muammosiz. Hal bo'ldi, agarlamasa, xudo xolasa. Oldin odamlar narx degan talashardi, endi hozir sifatga yopishyapti, ko'proq sifat deb so'rashyapti. O'zimizdan ko'p guvohi bormiz, o'sha garantiya so'rashyapti. Ularga ma'qul kelayotgan bo'lsa, biz ham xursandmiz. Tovarlarimiz qaysi bir yaxshi ketyapti yoki yaxshi o'tib qoldiryapti sizlarga klientlardan. Buninglar hozir yaxshi ketyapti. Sezon bo'lganiga, ham ana muammosi yo'q. Yaxshi hammadan. muammo qilmadi. Masalan, ikkitani stoyim anaqalari bor. Endi 1-2 oy yashnatadi. O'sha vremenki. Bizaniki bemalol ma'lumot o'rnida aytib ketaman. Bizani sotayotgan dvorniklarimiz GM avtomobillari yoki Inamarki yoki Xitoy avtomobillari ham barcha turdagi avtomobillarga to'g'ri keladigan kreplenalari bilan chiqadi. Hammalarni do'konlarimizda kutib qolamiz. Adresni pastda qoldiramiz. Bemalol kelsanglar bo'ladi. Bizani mahsulotlar ham garantiyali.